Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan G'oyibona ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa yana bir darvozamizni o'zimizni Namanganni Skovat degan joyga olib keldik, G'aynali makoniga. Xo'p, ko'rishlaring mumkin, turetskiy fason darvozamiz. O'sha qo'l mehnat, rushniy работа, turetskiy fason darvozamiz. Har safar darvoza o'rnatsak, обязательно darvozamizni полный обзорini qilib beramiz. Bu safar ham darvozamiz to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Darvozamiz 2 qavatli shumkali, полный shumkali variantda bo'lgan darvozamiz. Darvozamizga ketgan materiallarimiz, yondorlarimiz, korobkalarimiz o'nga brusdan bo'lgan, ikkili stenkada, taglarimiz shivellerdan bo'lgan. Darvozamiz отдельный kalitga bo'lgan. Отдельный kalatkalarga ham o'nga brusdan foydalanganmiz, ko'rishlaring mumkin. Hop, listlarimiz 1.8 da bo'lgan, orqasi 1.3 variantda bo'lgan. Darvozamiz shu joylari ham hammasi 1.8 da bo'lgan. Darvoza полный утепление bo'lgan. Bu joylarga mana nerjivniklarni qo'yib berganmiz, ikki tarafdan tortib, soplari ham 4 ga 4 dan baquvvat qilib 1,5 metr sop qo'yib, nerjivniklarni yopishtirib berganmiz. Tepa qismi ham двойный 2 qavatda bo'lgan. Ichkari ko'rinmasligi uchun darvozamiz полный pluntuslarni aylantirganmiz, ko'rishingiz mumkin. Darvozamiz kraskasi mokriy asfalt, kraskasiga xudo xolasa 5 yil garantiyasi bor, kafolati bor. Hop. Mokriy matviy holatda bo'lgan. Glansiy desangiz glansiy qilib beramiz, matviy desangiz matviy qilib beramiz. Hop, zamoylari keladigan bo'lsa, zamoylarimiz rossiyskiy Zubir zamoydan qo'yib berganmiz. Hamma joyga Zubir zamoy, xoh prostoy darvoza, xoh rushniy работа Zubir zamoy qo'yib berib kelyapmiz. Darvozamizni bir qator orqa tomonini ham ko'rsatib o'tamiz. Hop, darvozamiz orqa ko'rinishda bo'ladi. Orqasini o'sha tekis holatda qilib turib, orqasiga 1.3 list bosganmiz. 1.3 list bosib berganmiz. Buni 1.8 yo'q bo'lmasa 1.5 desangiz 1.5 ga ham o'zgartirib beramiz. O'sha kelishuv asosida hammasi orqasiga 1.3 variantda qilib berganmiz darvozamizni. Ko'rishlaring mumkin, darvozamiz orqasiga o'sha mayin qilib germatekislarni sepib, orqasi ham o'sha matviy holatda bo'lgan. Kraskalarimiz devor kraska, mokriy asfalt, matviy holatda bo'lgan. Zamoylarimizdan ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa. Endi jicha-picha buni yomg'ir yoqqanligi uchun layqalarga e'tibor bermaysizlar, chang bo'lgan ekranda sal xunukroq ko'rinishi mumkin. Xo'p do'stlar, darvozamiz qisqacha bo'lsa ham obzorini qilib berdik. Kimga qanaqadir darvoza kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Bizda darvozalarimiz kataloglar 300 dan ortiq turi bor. Tashlab bersalaring, eng arzon variant 500 ming so'mdan 3 milliongacha Viber bor. Kataloglarni tashlab beramiz. Hammasi albatta kelishuv asosida. Hop, darvozamiz summasi keladigan bo'lsak, shu darvozamiz shu joyda o'ziga oldi 1.8 variantda, orqalari 1.3 variantda 1 million 200 ming so'mdan kelib o'rnadi darvozamiz. Kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan kelib o'rnadi. O'sha 10 ga 10 brus, ikkili stenka, hattoki mana 10 ga 5 korobkaga ishlatganlarimiz ham 10 ga 5 1.6 stenkada bo'lgan. Agar buni o'sha full varianti deydigan bo'lsalar, 1 million 500 ming so'mgacha chiqadi. Oldi ham 1.8, orqa ham 1.8 qiladigan bo'lsak, kvadrati 1 million 500 ming so'mgacha chiqaveradi. Kimga qanaqadir darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram, WhatsApp barcha ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Xohlang o'zingiz tanlagan darvoza bo'lsa, xohlang biz katalog tashlab beramiz, tanlasangiz kelishamiz, narx-navosini xom ta'min. Ag'ini lakasi tashlab bersalaring, borib o'zimiz o'lchamlarni olamiz, o'zimiz olib borib ustanovka qilib beramiz. Borib o'lchash, o'rnatib berish hammasi besplatni, xudo xolasa. Rushniy работа darvozalar 12 ta viloyat bo'ylab dostavka ustanovkasi bor. Bosma pechat darvozalarimizniki vodiy bo'ylab qolgan viloyatlarga kelishuv asosida. Do'stlar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmachasini bosib qo'ysanglar, muntazam ish jarayonlarini kuzatib borish uchun podpiska tugmachasini bosib qo'ysanglar, muntazam ish jarayonlarini kuzatib borasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.